Sizni Instagramingiz, Telegramingiz va Google pochtangizga kimdir ulanib olgan bo'lishi mumkin. Buni hozir qanday tekshirishni o'rganamiz. Qaranglar, birinchi Telegramdan boshlaymiz. Telegramda настройкаga kirib olamiz. Настройкаdan mana shu joyga, bu joydan устройствоga o'tamiz. Bu yerda mana shu Telegramga ulangan qurilmalar turibdi. Bu yerda iPhone 16 bor, desktop. Buni chiqarib olish uchun nima qilamiz? Ustiga bitta bosamizda, zaвершить seansni bosamiz, chiqib ketadi odam. Xuddi shunaqa qilib Telegramda tekshirsangiz bo'ladi. Instagramda esa profilimizga kirib olamiz. Bu yerdan 3 ta chizikka bosamiz. Center accountga kiramiz. Bu yerdan paroli безопасностьga kiramiz. Bu yerdan aktivniy seans degan mana shu joyga kiramiz. Bu yerda qaysi nima qurilma ulangan bo'lsa, shuni o'chirib tashlaymiz. Bu yerda menda ko'p nimalar bor. Mana bu yerda masalan 15 Pro Max ulangan. Shuni ustiga bosib, Wit'ga bosamiz. Endi Google akkauntdagi odamlarni chiqarib olishni o'rganamiz. Google'ga kiramiz. Bu yerdan mana bu joyga bosamiz. Bu yerdan управление аккаунт deganga bosamiz. Bu yerdan безопасный вход в аккаунт deganga bosamiz. Bu yerdan sal pastroqqa tushsangiz, vash устройство degan joyi bor mana. Shu yerdan sizga ulangan odamlar turgan bo'ladi. Bu yerdan sizga kerak emas bo'lgan nimani yoki ulanib olgan odamni ustiga bosib, Wit'ga bossangiz chiqib ketadi.